Voy, lift o'chib qoldi-yu. Voy, lift o'chib qoldi-yu. Endi nima qilaman? Zindon band etishdi. Zindon band etishdi. Iblislar. Mana shunday noqulayliklar kuzatilmasligi uchun sifatli lift o'rnatadigan kompaniyaga murojaat qilish kerak. Bunday kompaniyalar birinchi navbatda xavfsizlik va halovatingizni ta'minlab berishadi. Tepadan pastga tushib kelayotgan liftning trosi uzilib ketgan taqdirda uning ichidagi inson halok bo'ladi degan afsonalarga mutlaqo ishonmang. Agar siz Toshkent lift zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan liftlarni o'z binoyingizga o'rnatadigan bo'lsangiz, bunday falokat va muammolar mutlaqo yuzaga kelmaydi. Mabodo elektr yetishmovchiligi ta'sirida lift to'xtab qolgan taqdirda ham o'ziga yaqin qavatga kelib moslashadi, eshiklar ochilib, siz va farzandlaringiz bexavotir va xavfsiz tashqariga chiqish imkoniga ega bo'lasiz. Ishonchli lift xizmatidan foydalanaman desangiz, quyidagi profilga kirib, bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'ling.